Assalomu alaykum. Mana liniyamizda tayyor qildik. Yurg'izgani gatoy holatda. Liniyamizni yurg'izish uchun birinchi o'rinda sement, suv, issiq suv albatta kotyoldan chiqib turibdi. Qum kerak bo'ladi. Xo'sh, alyuminiy pudra, natriy, kaustik soda xohlaganlar mana fibra solishi mumkin. Bu mustahkamligini, yorilishini oldini olishga solinadi fibra. Mana shu 4 ta ximikat solinadi. Issiq suv 45 gradusdan 60 gradusgacha bo'lishi kerak, xudo xolasa. Alyuminiy pudra bu ham pap deyiladi, 10 kilolik. Yaxshi. Har xili bor, pap 2 bor, pap 1 bor. Xullas kim qaysidan topsa shunga qarab. Misol uchun pap 1larda 24 ta g'ishga 400 grammgacha alyuminiy pudra solinsa, bu detabi 450 gram solinadi, sal kamroq. Pap 2lar ham shunaqa. 2 kilodan semenga qarab turib, bu natriyni 2 kilodan 4 kilogacha solish mumkin. Kaustik sodamizni 1 kilosidan 2 kilogacha solish mumkin. Fibramizni shu yarim kilo 400 gram atrofida solish mumkin. Ko'proq solsa ham bo'ladi. Qum shu tabga qarab edi 220 kilo, 230 kilo, 250 kilo, 270 kilogacha solish mumkin. Semenni markasiga qarab 220 kilodan 270 kilogacha chiqadi semen ham, firma zavodiga qarab turib. Suv 220 litrdan boshlanadi, 240 litrgacha chiqishi mumkin. Shu qumda quruqligi, namligiga bog'liq hammasi. Biz bunaqa videoni uncha-munchasi bermaydi, qilmaydi. Retsept deydi, lekin retseptni hamma ham qilgani bilan men aytgan narsalardan ham chiqmasligi mumkin. Sababi sementni tarkibi boshqa bo'lishi mumkin. Misol uchun pudraning tarkibi boshqa bo'lishi mumkin. Sement farq qilsa ham chiqmaydi-da. Uni ishlash jarayonida chiqariladi. Hammaning retsepti, shuncha hamma men o'zimning retseptim zo'r, o'zimniki zo'r deydi, o'zi chiqazadi hamma ishlash jarayonida. Biz ham chiqazib beramiz, hozir qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. O'sha misol uchun 450 gram pudra, natriy 2 kilo, kaustik soda 1 kilo, yarim kilo fibra, 220 kilo sement, 240 kilo qum, 220-25 litr suv qilib qo'shgan bilan ham chiqmasligi mumkin. Birinchi ish boshlay turganda shu bitta qolipga quyib 1 soat kutiladi, holatini ko'riladi. Shunga qarab turib nimani o'zgartirish kerakligini keyin o'zgartirib boriladi, xullas. Mana shu liniyalarda xudo xolasa ishga tushiryapmiz. Xullas kalom bularni tortib hammasini sekin-sekin ikkita qolipda brak bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin atak chiqadi xudo xolasa. Hamma niyati yaxshi, bizga ham yaxshi, hamma yaxshi niyatda ish boshlaydi-da, xullas. Endi videoni keyinlarini shu quyish jarayonini davom ettiramiz xudo xolasa.